Men yangi ta'mli suv olib kirmoqchiman. Bu loyiha muvaffaqiyatli bo'ladimi? Buni qanday bilsam bo'ladi? Yaxshi savol. Haqiqatan mana oxirgi yillarda ko'ryapmiz. Ikkita uspешный keyslar bo'lganidan keyin, ya'ni необычный ta'mlar bizning bozorimizga kirishni boshlagandan keyin, mana jumladan tursak ham bo'lsa kerak, anor ta'mli suvlar kirgandan keyin odamlarda shunaqa fikr paydo bo'lib qoldi. Demak, bizni необычный ta'mli suvlar olib kiradigan bo'lsak, haqiqatan ham bozorimiz chaqnab ketaveradi. Demak, masalani eng anaqasi, bular qilayotgan eng zo'r tarafi, bular bozorga hech kim ichmagan ta'mni olib kirishyapti deb o'ylaydi. Aslida haqiqatan ham shunaqa emasmi? Mana kelaylik. Anor suvli napitkalarni urf bo'lib ketganini ko'radigan bo'lsak, bizning xalqimiz azaldan anorni o'zi iste'mol qilardi. Faqat anor qimmat bo'lgani uchun uni suvini iste'mol qilish olmas edi. Keyin bir yil shunaqa anorlar arzon bo'lib ketdi, ko'chada odamlar uni suvini siqib ham ichishni boshladi. Anorni ichish madaniyati o'zi sekin shakllana boshladi. Undan keyin qanaqadir boshqa alternativ napitkalarga bilsangiz orada musulmon xalqimizda biz musulmon xalqlar tomonidan ozgina bay ko'chishdi. 2 hafta, 3 hafta odamlar iste'mol qilishmadi. O'shunaqa paytda shunaqa napitkalar kirib oldi. Haqiqatan ham ta'mi yoqmas edi. Endi biz ham xuddi shu korrelyatsiya orqali boshqa napitkani olib kirsak bo'ladimi, bo'lmaydimi desangiz, yo'q, bo'lmaydi. Chunki bitta o'xshagan keys odatda ikkinchi martada o'xshamaydi. Ayniqsa uni ta'mi boshqacha bo'ladigan bo'lsa. Men sizga maslahat berardim. PMF degan tadqiqot instrumenti bor. Promise Market Fee, ya'ni bozori va'dasini olib olish. Siz qay darajada kengamoqchiligingizga qarab turib, faqat Toshkentdami yoki butun respublika bo'yichami shuni ko'ring. Shu olib kirayotgan ta'mli napitkalaringizni juda ko'pchilikka ichirib ko'ring. Har xil joylardan ichirib ko'ring. Bir xil joydan ichirib qo'ysangiz ham bo'lmaydi. Masalan, Toshkentning o'zida taxminan 14 ta rayon bo'ladigan bo'lsa, 14 ta rayonning o'zi ham har xil segmentlarga bo'lingan. Masalan, Mirobod Avenue tarafda boshqacha, Qo'yliq tarafda u yerda yashaydigan odamlar boshqacha. Har xil toifa odamlardan fokus gruppalar to'plab turib, shu yangi ta'mli suvingizni ichirib ko'ring. Ichirib ko'rganingizda nimalarga ahamiyat berishingiz kerak? Odatda o'zingiz qilmang buni yoki qanaqadir bir tadqiqot kompaniyasiga topshiring yoki uchinchi shaxs, umuman bir befarq bo'lgan odamga topshiring. Siz odamlar ichirib ko'rayotgan paytingiz shuni so'rang. Shu ta'mli napitka senga yoqdimi? Ha, yoqdi. Har qanchada sotib olgan bo'larding? Ichib ko'rib, aytish mumkin, men har 1 oyda sotib olgan bo'lardim. U darajada yoqmadi. 1 oyda bir marta sotib olishga necha pulga sotib olgan bo'lardim? Deylik, bir 7 ming so'm, 8 ming so'mga sotib olgan bo'lardim deydigan. Shunaqa juda ham ko'p javoblarni yig'ganingizdan keyin siz xulosa qilishingiz mumkin. Faqat ehtiyot bo'lish kerak. Agar o'zingiz o'tkazib qo'yadigan bo'lsangiz nima bo'ladi desangiz, siz o'zingizni g'oyalaringizni shaydosi bo'lib turib, shu napitkani berasiz. Qalay, senga napitka yoqdi deysiz. Ya'ni har doim o'zingiz xohlaydigan javoblarni eshitishga boshlash. U ham baribir bizda o'zbekchilikda andisha bor, qani yoqdi deydi. 1 oyda 5-6 marta sotib olgan bo'lardim desa, ha, sotib olgan bo'lardim deydi. 15 mingga sotib olgan bo'lardim desa, ha, 15 mingga sotib olgan bo'lardim. Palonchi brendlardan ancha yaxshi ekan degan javoblarni u aytib qo'yish mumkin. Bu odatda samimiy bo'lmaydi. Shuning uchun ham Promise Market Fee instrumentini o'tkazayotganda odatda tadqiqot kompaniyalariga berish sizga ancha выгодныйroq. Nechta respondentgacha ham qilishim kerak degan savol tug'iladi albatta bu yerda. Masalan, 100 ta odam bilan o'tkazaymi, 1000 ta odam bilan o'tkazaymi, 10 ming ta odam bilan o'tkazaymi desa, bu yerda bitta yaxshi metrika bor. Javoblar bir xillashib ketgunga qadar. Faraz qiling, siz 100 xil odamga ichirdingiz, 100 xil odamdan ham har xil javoblar bo'lyapti. Demak, hali fikrlar bir xillashmayapti, 1000 taga olib chiqasiz. 1000 tada deylik, sal bir-biriga o'xshashni boshladi. Keyin uni 10 ming taga olib chiqasiz. 10 ming taga olib chiqqaningizdan keyin bo'ldi, fikrlar takrorlanayotgan bo'lsa, mana shu to'xtatsangiz bo'ladi. Ba'zi holatlarda 100 tada ham o'zi to'xtab qoladi. O'shaning uchun bu ham bitta yaxshi, menimcha, sizlarga informatsiya bo'ladi deb o'ylayman.